investorni topdik, masalan aytaylik bizga bilamiz, masalan hozirgi produktimizni qilib birinchi mijozlarga sotib qanaqadir bir break even nuqtaga yoki bo'lmasam birinchi etapimizga biznesda hozir bizga yoki bo'lmasam 1 yilga yoki 8 oyga hozir bizda $50,000 kerak. Endi investorga borib $50,000 kerak deyapmiz. $50,000 olayotganda unga qanaqa ulush beramiz? U so'raydi masalan $50,000 ga menga nima berasan deydi. Xo'p deydi, men senga 50,000 beraman deydi. 50,000 ga nima taklif qilyapsan menga deydi. Shunda necha foiz beramiz? Bu juda qiziq, qiyin savol. Nimaga? Chunki siz biznesingizni baholab bilishingiz kerak. Agar biznesingizni masalan juda bosh etapida bo'lsangiz, hali g'oya keldi va investorga borsangiz, u aytadi masalan 50,000 beraman deydi. Sen hali hech narsa qilmagansan deydi. Meni pulimga qilmoqchisan. Masalan 50,000 ga 50% ni ber deyish mumkin. Chunki sen hali hech narsa qilmagansan. Hech narsa vazifa qilmagansan deydi. Agar siz nimadir ishlarni qilgan bo'lsangiz, biznesda qanaqadir birinchi mijozlaringiz bo'lsa, unda bahosi kattaroq bo'ladi. Masalan, aytishingiz mumkin, men 50,000 ber, masalan, biz shuncha ish qildik, sen puling mana shu ishlarni tugatishga yordam beradi va senga masalan 20% yo 10% beraman deyishingiz mumkin. Endi investorlarga ulush berish haqida gaplashayotgan bo'lsak, masalan, bizda shunaqangi bir holat bor. Bizda O'zbekistonda mana shu venture investitsiyasi, investorlar juda ko'p emas va bu soha rivojlanmagan. Shunda investorlar pul bersa 50% ni olishga harakat qiladi kamida. Va bu narsa juda to'g'ri emas. O'zi masalan startup dunyosini qarasangiz yoki bo'lmasam venture investitsiyalarga qarasangiz, yaxshi investorlar, to'g'ri investorlar 50% dan kamroq olishga harakat qiladi. Ko'p investorlar 40% dan kamroq olishga harakat qiladi biznesda. Nimaga? Agar tasavvur qiling, investor masalan faqat pul beryapti, u biznesda ishlamayapti. Asoschidan 50% ni olib qo'ysa, ertaga asoschi masalan o'zini bir anaqasi motivatsiyasi tushib ketishi mumkin. Aytishi mumkin, nimaga men masalan ishlayapman va menda masalan qism kam, masalan ulushim kam deyish mumkin. Va bu biznesni muvaffaqiyatli bo'lishini to'xtatishi mumkin. Bu narsani juda yaxshi tushungan shu g'arb rivojlangan davlatlar yoki bo'lmasam g'arb Silikon vodiysi investorlari kichikroq qismni olishga harakat qilishadi. Chunki o'ylashadi, doim deyishadi, asoschida katta qism yoki bo'lmasam kamida teng qism bo'lishi kerak deyishadi. Endi agar asoschilar masalan 2-3 ta bo'lsa, tasavvur qiling, investor yarmini olsa, ularga juda kichkina qismi qoladi. Va ularni masalan mana shu biznesni qilish yoki biznesda qanaqadir bir qiyinchiliklardan o'tishga bo'lgan qiziqishi yo'qolishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha masalan investorga berayotganda qismni 40% dan ko'pini bermaslikka harakat qiling. Endi qanaqa kelish bu sizni ishingiz. O'zbekistonda pul, venture pul kamligini hisobiga masalan ko'pincha masalan investor aytayotgan shartlarga rozi bo'lishga harakat qilishadi. Lekin bu yerda shuning investor xudo emas. Investor bu hamma narsani pul, hamma narsani hal qilmaydi va bitta investor masalan yo'q desa, siz boshqa investorlarni qidirishingiz mumkin va birinchi topgan investoringizdan pul olishingiz shart emas. O'zi ko'p startaplar o'nlab, yuzlab investorlar bilan gaplashadi va keyin tanlashadi. Masalan, kimni bir usloviyalari yoki kimni shartlari menga yaxshi deb. Shuning uchun darrov masalan ayniqsa bosh etapda katta qismini berib qo'ymaydi. Chunki siz yana investitsiya ko'tarishingiz kerak bo'ladi. Doim bitta investitsiya bilan to'xtamaydi. Masalan, aytaylik, hozir sizga 50,000 kerakmi? Ertaga biznes sal o'sgandan keyin tushunasiz, sizga yana 200,000 kerak. 200,000 kerak bo'lsa, o'zi masalan yarmini berdingiz. Sizda yarmi qoldi. Yana biznes yarmini bersa, sizda 25% qoladi va investorlarda, bir qancha investorlarda 75% qoladi. Hali biznes o'sayotganda masalan 1 marta emas, 5 marta, 6 marta kerak bo'lsa, bir xilda 10 marta investitsiya ko'tariladi va bu investitsiyalar har safar ko'targaningizda, har bir raund qilganingizda kamayib borib, oxirida masalan sizni bir biznesingizni bir $100 million biznes qilsangiz yo $1 milliard biznes qilsangiz, kichkina bir 3-4% qolsa, o'zingiz ishlagingiz kelmaydi. Tushunasizmi? Shuning uchun tez katta qismini investorga berib qo'yishga juda oshiqman. Bu narsani
ularga ham tushuntiring. Chunki ko'p investorlar o'zi mana shu investitsiyalar qanaqa qilinadi, venture investitsiyalar qanaqa qilinadi, xabari yo'q. Ko'p investorlar hozir klassik biznesdan kelayotgan investorlar, ular masalan pulini bugun tikib, bir oydan keyin qaytarib olish yoki bo'lmasam bir oyda masalan 10%, 5% tug'adigan pullar to'g'risida gaplashishadi va ularning tushunchasi shu boshqacha va venture investitsiyalarni bilishmaydi. Shuning uchun iloji boricha investor topayotganda shu sizni sohangizni tushunuvchi va IT ni tushunuvchi, venture investitsiyani tushunuvchi investorlar bilan gaplashinglar.